razmerdagi uголовimiz. Uyning razmeri adashmasam 3,5 ga 7,35 ekan uyning razmeri. Mana xudo xolasa. Orqalari ham o'zini materiali. Sidinalarini pomni 40 pul 30 macharkada qilib berdik. Bunimizni narxi jicha balandroq bitgan. Nimaga desanglar, 40 pul 30 macharka, 100% sasna yog'och. Oynalari ham kalyonli oyna bo'ldi. Oynasini o'zi ham uzun, mana ko'ryapsizlar, o yerda ulag'i bor. Bitta butun bunaqa list bo'lmaydi. Mana bu yerda 2 ga ajraydi oyna. Mana shu yerdan. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu tamash komplekti. Mana mana shu turishini $1100 ga qilib berdik. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilsanglar, chiroyli qilib sizlarga ham shuni qilib beramiz. Zaklatga keladigan bo'lsak, shu 100 ming, 200 ming so'm zaklat bersanglar bo'ldi. Sanjar aka, meni Nodir seni taniyman uka. Men dedi, $200 zaklat beraman, boshla uka dedi. $200 berdi, yana $200 berdi. $400 zaklat bilan mana boshladik. Xudo xolasa chiroq qilib o'rnatib. Mana xudo xolasa yarashimini ham o'zingizlar bir ko'rasizlar. Inshaalloh. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ham shunaqa qilib beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.